Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun mana Xanoperda Robki ko'chalarida yuribmiz. Ko'chada kimni ko'rib qoldik? Ya'ni o'zbek bolasi gitara chalib o'tirgan ko'rib qoldik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisizlar? Yaxshi, Xudoga shukr. Charchamayapsizlarmi? Germaniyada. O'qishlar bilan. Yaxshi, Xudoga shukr. Hozirda gitara chalayotganingizni ko'rib qoldik. Bittada bildik, bu akamiz o'zbekdir. Bizlar uchun bitta qo'shiq endi aytaverasiz, chalaverasiz. Hammamiz o'zbekmiz, musofirlarga o'zbeklarga omad tilaymiz. Bir tanu bir jon bo'lib ko'paygan o'zbek bolalar haqida qo'shiq aytaveramiz. Oxirida Instagramlarni olib, Instagramni podpiska qilib qo'yaman, albatta like bosinglar. Ko'kdala, ko'kdala, ozod diyorim dalasi. Bir tomon qaynar buloq, bir yonda oyning shu'lasi. Bunda bulbul chaqchaqi, bunda qumri nolasi. Andalak hidi bilan ulg'aydi o'zbek bolasi. Oh hayot, gul hayot, hamisha bor bo'lgin hayot. Baxt